Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib turgan akalarim. Akalar bugun bizga Toyota Hilux mashinasini olib kelishdi. Akamizga to'liq original zapchastlar bilan propan uстановка qilib berdik. Akamizga Polska оборудованиялар bilan Star Gofas 200, farsunkalari AC 01, reduktorlari italyanskiy Nordi XP bo'ldi, 250 ot kuchli. Akamiz mashinalari 2.7 объемda MPI motor. Hozir chotka qilib gaz o'rnatib qo'ydik. Mashinamiz yangi salondan chiqib ketdi. Ключаторlarni zavodskiy o'zini joyiga qo'yib beramiz akalar. Balonlariga 93 litrli mana shunday katta balon qo'yib beryapmiz. Umuman bilinmaydi, mana turganda, umuman yurganda ham bilinmaydi. Mabodo sizlarda ham shunaqa Hilux, Toyota Hilux mashinalarim bo'lsa akalar, bemalol o'zimizga aloqaga chiqsalaring, original zapchastlar bilan chiroyli qilib propan uстановка qilib beramiz. Bu qo'yib bergan komplektimiz bo'yicha ko'p plan bo'lmaydi. Ularga oddiy оборудование ketadi. Bemalol qo'ydirib olsalaring bo'ladi. Mazza qilib pullaringni tejab olib, gazda harakatlanasizlar. Benzinlar ham ancha oshib ketdi. Shuni hisobiga akalar tavsiya qilamiz. Shuna yangi mashinalaring bo'lsa, sizlar aloqaga chiqsalaring bo'laveradi akalar.